Uyingizning koridor va zal qismlariga attachment qilishning top 3 sababi, uchinchisini esangiz aniq hayron qolasiz. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Mana esa boshladim. Birinchi sababi attachment qilingan devorlar dekorativni va bogatый hisoblanadi. Emulsiya ob'yga nisbatan ancha defektlarni sizga yashirib beradi. Ikkinchi sababi qirilib, chizilib yuborgan taqdirda ham birinchi ochiladi. Mo'shi hisoblanadi. Ikkinchi navbatda chizilgan joyga emulsiyani 100% qaytadan kraska qilishga to'g'ri kelsa, ob'yni bo'lsa agar boshqa rulon olib yopishtirishga to'g'ri kelsa agar, bunga qilgan joyga ozgina pakrat qilib yuborsangiz agar, umuman bilinmaydi. Usta chaqirishni bo'lsa agar, umuman hojati ham yo'q. O'zingizdan qila olasiz. Uchinchi va eng muhim sabablardan biri, uyingizni asset qilmoqchi bo'lsangiz agar, hamma mebellarni tashqariga chiqarib, oylab usta qarab o'tirishga hojat yo'q. 2 kun maksimum 3 kunda mebellarni shundoq pakrat qilib turib, yangitdan boshqacha rangni bera olasiz bemalol. Bunaqangi ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying.